Tezkor jiddiy ogohlantirish, barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Osiyoda COVID-19 bilan kasallanishning yangi to'lqini qayd etildi. Xitoyning Gonkong maxsus ma'muriy hududida va Singapurda koronavirus infeksiyasining keskin o'sishi kutilmoqda. Bu haqda Bloomberg xabar berdi. Nashrga ko'ra, mintaqada virusni yuqtirganlar soni bir necha oy davomida o'sib bormoqda. Bu vaqti bilan yangi kasallik talqinlarining paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Gonkong va Singapur rasmiylari yana aholini emlashga chaqirmoqda, ham xavf ostida bo'lgan odamlarga kuchaytiruvchi emlashni eslatmoqda, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.